Yaqin Sharq xaritasiga bir zum diqqat qiling. Tabiat odatda chegaralarni daryolar va salobatli tog'lar bilan chizadi. Ammo bu yerdagi davlatlarning sarhadlari nega xuddi chizg'ich qo'yib tortilgandek o'ta tekis? U shunchaki tasodif emas, bu bitta qog'oz parchasi va qalam uchida hal qilingan millionlab insonlarning fojiali qismatidir. Birinchi jahon urushi arch pallasi. Asrlar davomida hukmronlik qilgan Usmoniylar imperiyasi qulab borardi. Britaniya arab yetakchilariga jozibali bir taklif bilan chiqdi. Usmoniylarga qarshi isyon ko'taring va biz sizlarga dengizdan to sahrogacha cho'zilgan ulkan, yagona va mustaqil arab davlatini qurib beramiz. Arablar bu shirin va'daga ishonishdi. Ammo ayni o'sha damda Londondagi qorong'u xonalarda umuman boshqa mudhish reja pishib yetilayotgan edi. 1916-yilning qahraton qishi, urush qachongidan ham qonli tus olgan bir paytda ikki Yevropa aristokrati britaniyalik Mark Sykes va fransiyalik François George Picot xufiyona uchrashuv o'tkazadi. Ularning muddaosi arablarga va'da qilingan ozodlikni berish emas, balki qulab tushayotgan imperiya o'jalarini shafqatsizlarcha o'zaro bo'lib olish edi. Tasavvur qiling, ularning butun quroli shunchaki qalam va chizg'ich edi. U ikki diplomat umrida biror marta qadam bosmagan, o'zlariga mutlaqo begona bo'lgan ming yillik mintaqani xarita ustida sovuqqonlik bilan parchalab tashladi. Mark Sykes xaritaga qat'iy barmog'ini sanchib, tarixiy hukmni o'qiydi. Men O'rta Yer dengizidan to Iroqqacha bitta to'g'ri chiziq tortmoqchiman. Qog'oz ustidagi bu birgina qalam harakati asrlar davomida qon qardosh bo'lib yashagan xalqlarni, qabilalar va yaxlit oilalarini sun'iy chegaralar ortida ayovsizlarcha ajratib yubordi. Bu o'ta maxfiy jinoyat izi abadiy sir bo'lib qolishi kerak edi. Ammo tarixning o'z o'yinlari bor. 1917-yilda Rossiyada inqilob yuz berib, podshoh hokimiyati ag'darilgach, yangi hukumat vakillari maxfiy hujjatlar saqlanadigan xonalardan bu xufiyona kelishuvni topib olishadi va uni butun dunyoga Pravda gazetasida chop etib fosh qilishadi. Ozodlik orzusida qon to'kkan arab dunyosi qanday katta xiyonat qurboni bo'lganini anglab chuqur shokka tushadi. Oradan bir asrdan ko'proq vaqt o'tdi. Sykes va Picot tortgan o'sha o'zboshimcha qonli chiziqlar oqibatida mutlaqo sun'iy davlatlar paydo bo'ldi. Turli din va elat vakillari majburan bitta qozonga solindi. Bugun Yaqin Sharqda tinmayotgan mojarolar, bitmayotgan yaralar aslida 1916-yilda ikki diplomat chizgan o'sha xaritaning og'riqli asoratidir. Tarix shuni o'rgatadiki, ba'zida stolda qilingan bitta xato jang maydonidagi minglab o'qlardan ko'ra ko'proq vayronagarchilik keltiradi. Aslida eng katta haqiqatlar doim siyosatning qalin pardalari ortida yashirinadi.